bugun qirg'izistonlik shogird bilan biliming bo'yicha darslarni boshlab oldik. O'zim qanaqa natijaga erishganimni uni bilishingiz kerak-da siz. O'zim haqimda ma'lumot berishim kerak. Chunki kimdan ilm olayotganingiz va bilib qo'yganingiz yaxshi-da. 1999-yilda tug'ilganman, Xorazm viloyatida. 2014-yil HTMLdan saytlar yaratganman. 2018-yilda YouTube'dan kanal ochishdi, YouTube'dan pul ishlashdi, Telegramda turli dasturlarni o'rgatganman. 2021-yilda Telegramda huquqshunoslikka oid ma'lumotlar, darslar tashlab borganman. 2022-yil tabrik loyihasi bilan shug'ullanib, kanalimni 100 ming obunachiga yetkazganman. YouTube mukofotlarim bitta kanalda 1 million obunachi qilganim uchun YouTube tomonidan oltin tugma bilan taqdirlanganman. Jami 8 ta kanalda 100 ming obunachi qilganman. YouTube menga 8 ta kumush tugma berish kerak edi. Ba'zilarga bermagan, 3 tasiga bergan. 80 mingtalik 3 ta Amerika kanali yuritganman. Noldan ko'targanman. Bitta 100 mingtalik Amerika kanali yuritganman. Bitta 120 mingtalik o'zbek kanali yuritganman. 100 mingtalik bitta Amerika kanali yuritganman. 300 mingtalik yana bitta Amerika kanali yuritganman. Hozirda faol kanallari 1 million 100 obunachilik kanalim Amerika YouTube kanal. Keyingisi 300 mingtalik obunachilik Amerika YouTube kanali. Keyin yana bitta kanalim bor, 120 ming obunachilik o'zbek kanalim bor. Natijalarim 28 kunda yangi kanalda 193.900 obunachi olganman. 28 kunda 7 kunda 137.500 obunachi olganman. 48 soat ichida ko'rishlar 14.403 mingga chiqarib olganman. Bir kunda Amerika YouTube'da 42 ming obunachini yig'ib olganman. Ko'raman desangiz, Vallahi ko'ramiz.